Assalomu alaykum, Humoyun yaxshimisan? Humoyun, bunaqa отчет tashlab beryapsan, full X отчет, yana bitta отчет qilish kerak bo'ladi. Xullas, hozir Adinesiga kirib, сравнение qilib chiqyapman, marja tushib ketyapti. Marjani tekshirishda o'zi bu yerda bir nechta отчеtlari bor-da. Сравнение продажи по периодам qildim va hozir yangi men 28.04 qilib sozlatib qo'yganman mana. 1-aprel bilan, mart bilan aprel. Sformirovat qilsang mana bitta chiqarib beradi. Misol uchun sabzavotlardan o'rtacha 14 mingdan sotganmiz. Bu yerda farqi yo'q, karommi, bodringmi. Mart oyida o'rtacha 14 ming bo'lgan. 26 mingda sotganmiz. Kilodami, donadami. Summa продаж 375 million bo'lgan. Qarab tur. Pribıl 84 million bo'lgan. 29.9 bo'lgan. Bundan keyin mana aprel oyiga o'tyapmiz, 13 mingga tushib ketyapti. Mayli, misol sezon deydi, boshqa mingta gap gapirishadi bular. Buni alohida ko'rib chiqamiz har bittasini. Eng qizig'i, количество проданных товаров 28 mingtaga oshyapti. Стоимость после продажи. Стоимость degan ustini belgilamayman, summa продажи. Почти продажада uncha farqi yo'q-da, summa продажи 372 million, yoqda ham 375 million. Pribıl tushib ketyapti. Salkam 10 million. Buni o'sha misol sredniy men ikkita ustunni qoldirishing kerak-da sen, sredniy продажani o'zingga Excelga tashlab olib. Bu o'ta katta indikator-da bu. Tahliliga kirishib boshlashing kerak. Men filtrga qo'yib misol uchun 0.2 ichimliklarni qo'yib turib, nastroykada saqlash shart emas. Endi men bu katta bo'lib ketib qoladi-da agar o'shaning uchun. Mana bo'ldi 18+. Nimaga 10 ming edi? Sredniy cena nimaga 9.5 mingga tushib ketib qoldi? Nimaga 11 edi 10 ga tushirib tashladi? Bularni bittama-bitta ko'rib chiqib, hammasini nazoratga olaylik ham. Sen bilan bir kelajakda biznesmen bo'lish niyating bo'lsa, agar bir shuni o'rganib, vaqt bemalol bo'ydoqladi. Mana shu ichiga kirib beringlar. Har bittasi bo'yicha menga podrobniy отчет kerak. 01 bo'yicha, 02 bo'yicha bir tahlil, qaysi chistodan o'zgargan bu sredniy senasi. Ya'ni tushganlarini. Eng qizig'i mana bu 57 tada 67 taga sotuv ko'payyapti-da. Anaqamiz tushib ketgandan keyin foydasi yo'q-da, 100 ta sotsang ham. Sredniy sena bor-ku. Qani bir o'rganib bir tahlil qilib berchi.